Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 20 yanvar kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi qaror loyihasini mutlaq ustunlik bilan ma'qullagan Fransiya parlamenti Fransiya hukumatining mazkur qarorni qabul qilib Xitoyga qarshi yanada unumli cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishini qo'lga keltirish uchun parlamentda Uyg'urlar masalasi haqida guvohlik berish faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Bu munosabat bilan 26 fevral kuni Fransiya parlamentida parlament a'zosi Ferdux Damis xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Parij ishxonasining direktori Ashal Amroyeva xonimning o'rinlashtirishi bilan yana bir qitimliq Uyg'urlar haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Mazkur guvohlik anglash yig'iniga Fransiya parlamentining bir qism a'zolari, Gollandiyada turishliq lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim, shundaqla Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Imaro apandi qatorliq kishilar qatnashdi. Amerikadagi kommunizm qurbonlari fondi jamiyatining tadqiqotchisi Adrian Zinis apandi, Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi bu yig'inga to'r orqali qatnashib, Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi fikr qarashlarini qayta izohlab o'tdi. Bugungi guvohlik anglash yig'iniga Fransiyadagi har qaysi partiya vakillari va parlament a'zolari bo'lib 40 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inda Fransiya parlamentining raisi Yallus Borlagin apandi va parlament a'zosi Ferdux Damis xonim ayrim so'z qilib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini va boshqa jinoiy qilmishlarini qattiq ayiblash bilan birga, Fransiya hukumatining Fransiya parlamenti tarafidan 20 yanvar qabul qilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qarorni qabul qilib, Xitoyga qarshi yanada unumli jazo va cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yish orqali Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishga chaqirdi. Guvohlik yig'ini oxirlashgandan keyin parlament binosi oldidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Imaro va jasur lager shohidimiz Qalbinur Sidiq xonim o'zlarining ta'sirotlarini bayon qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar. Bugun 26 yanvar Parij shahrining parlament binosini oldida turibmiz. Bugun hozir yig'in tugadi. Bu yig'inga bizning kamp shohidimiz Qalbinur Sidiq Gollandiyadan kelib qatnashdi. Men Belgiyadan kelib qatnashdim. Bugungi bu o'rinlashtirish o'sha Fransiya parlamentining a'zosi ham vakili Dominik Duma bilan o'rinlashtirilgan ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan o'rinlashtirilgan bir faoliyat. Bu faoliyatda Tashqi ishlar ministrligi komissiyasining bir yig'inida bo'ldik. Bu yig'inda 40 dan oshiq naq maydonda bo'lgan vakillar, deputatlar ham bundan sirt onlayn qatnashgan ko'p vakillar bo'ldi. Endi bugungi shu yig'indan sizning bo'lgan ta'sirotingiz qanday bo'ldi? Shuni biroz qarindoshlarga aytsangiz. Assalomu alaykum, mujohid barliq qarindoshlar. Hozir Abdulla apandim degan o'xshash. Biz mana bugun aytgan soat 9:30 da boshlangan bu parlamentdagi yig'in hozir oyoqlashdi. Bu parlamentdan oldi bilan London sudidagi bosh sudchi Jeffrey Nice bilan yana bir reis Fittiq degan apandimlar yaxshi so'zlarni qildi. Ularniki shu sud jarayonidagi qanday qarorlarni berganligini tafsiliy faktini so'zlab o'tdi. Undan sirt yana Uyg'ur tadqiqotchi bizning eng yaqin qarindoshimiz bo'lgan Adrian Zinis apandimmi o'zining qilsinmaydigan dalil isbotlar bilan bu bugungi yig'inda yaxshi guvohlik berdi. Undan keyin men so'z qildim. Guvohlik tugagandan keyin bu yig'in qatnashgan 40 dan ortiq parlament a'zolari va har qaysi partiya raislari o'zlarining fikrlarini, takliflarini yaxshi taklifni o'tirib qo'ydi. Intayin talash tortish yaxshi maslahatlar bo'ldi. Demak, shunday bir cho'ng hayajon bir maydon ichida Uyg'ur degan so'zni to'xtamay og'zini qo'yganda odam o'zini bosolmaydi ekan. Undan siz yana mushakka taklifdan odamimiz chiqqan Danis xonim bugun shunday xush bo'lib aşağı tuncu mağa bergen ta'siri tuncu mağa degan so'zi men sana o'xshash atlas sharpga men sharpini chekdim degandim. Buni biz atlasday bilsam sen mi kiyibsa deb biz bilan bir yo bir dindosh emas yo millatdosh emas hech qanday bir munosabat yo'q bir qarindishimizniki mana shu bir maydonda o'zining sharpini kep Uyg'urlarni qancha qo'llaydiganligini chiqargandim. Bundan men ta'sirlandim. Mush munosabatlar mush Fransiyadagi parlamentga Parijdagi berilgan mush parlament a'zolari raisligiga chin ko'ngildan rahmat aytaman.
bizim nəhayət yaxşı təkliflərimizni özümüzdeki bu irqiy qilgan qarorning yetarli bo'lmaydiganligini, ularni yana amaliy tadbirlarni qo'llanib, yana shu Xitoy haqida ig'ir besim ishlashni kerakligini, qonunlar tuzib berishni kerakligini ularga tushuntirib, rahmat amalarga. Yana bir qo'shimcha deb qo'yay. Endi bugungi hozir Xaldunur xonim degandek, bizning bugungi muzokara qilgan temalarimiz bu albatta mana jonlar bilsa, birinchi ayning 20si qirg'inchilik qabul qilgandan keyin bu yig'in o'tyapti. Ham bu yerda konkret qanday ishlarni qiladi. Nima qilsa, endi shu biz nimaga maqsadga yetalaymiz degan nimada bu yerda qaytadan hammani anglab, bo'libmi Xaldunur xonimning qilgan guvohligini ba'zi ashadagi vakillar ta'sirlandi, qattiq ta'sirlandi. Buni bo'layotgan narsalarni ba'zilari nimani qabul qilib, shunga ovoz berganlar bo'lsa-mu, unchalar bug'inni endi hozir tushunayotganligini ashada ta'kidlab ketdi. Ham bu yerdagi bugungi yig'inda muzokara bo'lganda 100% oshib qatnashgan vakillarning hammasi uni qo'lladi. Ondan keyin shu konkret biz qanday amaliy ishlar qilishimiz kerak deb hammasi shuni keldi. Ham shu komissiyaning nomidan Fransiya prezidentiga Makronga bir bayonot yozib, ham unga bir taklif sunmoqchi bo'ldi. Bu taklif endi Xudoyim bo'lsa keyin yana ko'ramiz. Uning oqibati qanchalik bo'ldi. Shuning uchun bugungi bu faoliyat ahamiyatli, yaxshi o'tdi. Şu qatnashgan, müştan tayinli qilgan yana bir taklif o'tib, bugungi shu faoliyatni tayyorlagan shu Fransiya parlamentining a'zosi Dominique Dumaga ham shu qurultay vakillari, Fransiyadagi qurultay vakillari Asal Hamrayeva bo'lsin, uni keyin Parijga qatnashadi. Xizmat muboyada shu o'rlashtirishlar yaxshi bo'ldi. Inshaalloh shu qilgan faoliyatlarimiz millatimiz foyda bo'lsin. Rahmat. Shu kuni Fransiya parlamentida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi Parij ishxonasining direktori Ashal xonim, lager shohidimiz Qalbinur Sidiq xonim va Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imarov qatorliqlardan tarkib topgan Uyg'ur hay'ati yana Parij shaharlik hukumatning alohida taklifi bilan shaharlik hukumatda mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining fashistik mohiyati haqida qayta guvohlik berdi. Guvohlik yig'iniga Parij shaharlik hukumatning bosh maslahatchisi Kanavu Garugus xonim va shaharlik hukumatning yuqori darajalik amaldorlaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Garugus xonim bo'lsa o'tgan yili 11-oyda Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyiga alohida taklif bilan berib qatnashgan edi. Parij shaharlik hukumat binosidan yana istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imarov va jasur lager shohidimiz Qalbinur Sidiq xonim bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Hurmatli qarindoshlar, mana bugungi bizning Parij faoliyatimiz namoyishyapti. Hozir mana shahar boshlig'ining binosida hozir yig'inni tugatdik. Bu yerda yig'in 3 soatga yaqin davomlashdi. 29 qadamlar maydonda ham men bilan ekran orqali 4-5 odam yana qatnashdi. Bugungi bu yerda qatnashgan yadim shu nimani anlatib davomlamoqda bo'ldi bizning şahit, kam şahitimiz Xaldunur Sidiq xonimning nimasini, guvohligini anglab ko'p odamlar ta'sirlandi. Shu endi shahar boshlig'i o'zi kelamadi, biroq muavin raislik bo'ldi. Shahar boshlig'ining nimasini tagatdi. Mushmaganlar ishlasha turdi. Tasirotimiz qanday bo'ldi bugungi holatlarda? Men bu yana shu Fransiyada bu cho'ng davlatda shaharlik hukumat binosining ichida yana shu muavin shahar boshlig'lari va qaysi ko'pchiliklarning mudirlari bilan birlikda yana shu Uyg'urlarning zulmini ovozini anglatabilganmiz. Shunchalik hayajonlandim, ularning ta'sirlandi va hammasi to'xtamay bizga tasalli berdi. Uyg'urlar degan yerda biz bor, sizlarning yanlarida biz bor, hamma biz sizlar yaramakda bo'lamiz. Intayın ta'sirlanib dedi. Hatta bir ishki komitetining a'zolari biz bu ishlardan to'liq xabarsiz ekanmiz. Bugun ushbu qo'limiz yerim bo'ldi. Bizlar qanday qilsak amaliy harakat qilamiz, amaliy ish qilamiz. Biz bu to'g'risida muzokara cho'qim biz buni bir açıqmiz. Bizlar yaxshi taklif qilganlar. Xursand bo'ldik. Yana bir qo'shib qo'yib shu shahar endi boshqa shaharimiz Uyg'urlarga
inşallah yani bizde bu doğrultuda param oldu. Bütün müşteriki Fransa'da turvatkan Uygurlarga hep bir idare nimeni ofisine bir şey şu doğruluk müzakere hoş haberler Dünya Uyghur Qurultayı har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan bütün tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4-fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish hamda G'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamlik norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi. O'tgan yil 6-oydan boshlab har chorshanba kunlari Torontodagi Olimpik komiteti oldida Tibetliklar bilan birga 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish namoyishi o'tkazib kelayotgan Kanada Sharq Turkiston birligining raisi. Dünya Uyghur Qurultayining bosh kotibi To'yg'un Abduvali apandi 26-yanvar chorshanba kuni Torontodagi namoyish maydonida qilgan so'zida Kanadada yashayotgan bütün qarindoshlarimizni Dünya Uyghur Qurultayining yuqorqi chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shishga dalolat qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Kanadaning har qaysi shaharlarida yashayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar, xabaringlarda bo'lsa kerak, 6-oyda Tibet Yaşar Kongresininki talep bilan o'sha Olimpik komitetining oldida har chorshanba kuni 4:30dan 5:30 gacha Xitoyninki Beijing 2022da o'tkaziladigan qish olimpik tadqiqot yig'iniga qarshi namoyish olib beryotdi. Har haftadagidek 1-2 Uyg'urlar qatnashib kelyotdi. Tibetliklarga hamkorlashib, shunga oldimizdagi 2-oyning 4-i xabaringlarda hammalarning Beijingda olimpik tadqiqot yig'inining ochiladigan kuni nurg'un davlatlarning boshliqlari bor edi. Bu munosabat bilan butun dunyodagi Uyg'urlar va Tibetliklar har qaysi davlatlarda namoyish qiladi. Kanadaning 5 shahrida namoyish bor. Mushning bilan 3-qatim men nima qilishim? Mana qayiq o'tdi. Men o'zim Miltonda turaman, u ham bilan arlig'ma 60 kilometr keladi. Men bunda kilometrlarni qor, yağmur, muzni o'ylamadim. Hem biz Kanadadaki Uygurlar ve bütün dünyadaki Uygurlar ayrılmayımız, biz ayal olmagandı iken biz bir muşu bayrak hürmetlep bu teşkilat orlaştırdı demey 2-oyning 4-günü muşu ben tuğan 250 yansıç ülke saat 3'te topluşup bir yerden karşı yukarı avazlarımız bilen piyada Xitay konsolunun aldığa Uygurlarga erkinlik, Şarkı Türkistan'a müstakillik G'ulji hareketidagi inqilobchilar mengu unutulmaydi, şehitler ölmez, Uygurlar bölünmez degan şuarlarımız bilen Xitoy konsulining oldiga berib, G'ulji inqilobining 25 yilligini xotirlab, ishada oyoqlashtirmoqchi. Shunga bütün qarindoshlarning oilasi bo'yicha do'stlari bilan maslahatlashib, A tashkilot o'rlashtirdi, Ma tashkilot o'rlashtirdi emas. Ma ayul tuzli ko'k bayroqning hurmatiga vatanda lagerda va turmalarda o'layotgan, o'limga paydo bo'layotgan bag'laqliq Kasapның altı turvatkan koylardek şu qarindoshlarimizni işinle ağırıp şularning hürmeti üçün olsunmu şu namayışga qatnashib berishinglarni umid qilamiz. Rahmet. Amerika Savdo Ministerligi Sharq Turkistondagi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar tufaylidan bu qilmishlarga bevosita yoki vositalik chetishlik bo'lgan bir qism Xitoy muassasalariga jazo e'lon qilgan hamda ularni qora tizimlikka kirgizgan edi. Yaqinda bu qora tizimlikni texmo kengaytirish cho'qonlari Yevropada tushma-tushdan o'ttirg'a chiqishga boshladi. Janubiy Xitoy Atiyalik gazetining 26-yanvardagi obzor maqolasida ko'rsatilishicha, Angliya, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatdagi 35 nafar siyosiyon o'z davlatlarini Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa chetishlik shirkatlar qora tizimlikini turg'izib chiqishga chaqirgan. Bo'libmi Avstraliya, Kanada va Hindistondagi siyosiyonlar Amerika Savdo Ministerligining qora tizimlikini ulgi qilgan holda yangidan qora tizimlik ishlash taklifini o'ttirg'a qo'ygan. Yevropa parlamentining a'zosi, Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar birlashmasining muavin raisi Reinhard Bütikofer bu vaqtda so'z qilib, biz cho'ng bankalarning Xinjiangdagi dafsandichilik qilmishida o'ynagan roliga sal qaramasligimiz lozim degan. Obzorda aytilishicha, Angliya parlamentining 10 necha a'zosi Angliya bosh vaziri Boris Johnsonga Angliyaning bu vaqtdagi qora tizimlikini turg'izib chiqish taklifini bergan. Shundaqla HSBC bankasining Sharq Turkistondagi mablag' silish ishlarini tekshirishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil qora tizimlik Sharq Turkiston bilan bog'lanishlik bo'lgan barliq savdo faoliyatlarini ma'ni qiladigan bo'lib, buning Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni cheklashda muayyan roli bo'ladi deb qaralmoqda ekan.
Kanadadagi xalqaro kishilik huquq va bexatarlik munbirining yaqinda e'lon qilgan dokladida Pokistonning Uyg'urlarni bostirishda Xitoy bilan bo'lgan hamkorligining 1990-yillarning boshlaridan boshlanganligi, Pokiston tarafidan 2014-yilgacha 60 nafarga yaqin Uyg'urning Xitoyga qaytarib berilganligi ko'rsatilgan edi. Pokistondagi Uyg'urlarning inkaslaridan qaraganda Xitoy doiralari 2017-yili Sharqi Turkistonda lagerlarni qurgandan buyon Pokiston doiralarining Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yaqindan yordamda bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Pokistondagi Uyg'urlar yaqinqi yillardan buyon Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga inkas yo'llab, nurg'un Uyg'ur ayollarining pokistonliklar bilan to'y qilganligi, 3 yillik lagerlarga qamalganligini, Pokiston hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini deb Uyg'ur ayollar bilan to'y qilgan pokistonliklarning manfaatini qo'g'diyolmayotganligidan shikoyat qilib kelmoqda. Lager shohidi Zumrat Davudning bildirishicha, garchi u Pokistonlik eri Imronning Xitoy va Pokiston hukumatiga arz qilishi natijasida lagerdan qo'yib berilib Pokistonga keladigan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning vositalik tahdidlari sababidan Pokistonda tura olmay oxiri oilasi bo'yicha Amerikaga kelib panohlanishga majbur bo'lgan. Zumrat Davud Pokiston hukumatining Uyg'ur ayollar bilan to'y qilgan fuqarolarga mu ega chiqolmay, ularning manfaatini qo'g'damaganligini, bu ahvolda Pokistonda turayotgan Uyg'urlarning hayotining bexatar emasligini bildirdi. U yana Pokistonlik erlar bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollarining ko'pinchisining hozirgacha lagerda turayotganligini buning bir misoli deb ko'rsatdi. Zumratning aytishicha, hatto pokistonliklarning o'zlari bexatar bo'lmag'achqa, Pokistonda turib Xitoy tarafidan tutilgan ayollar uchun ovoz chiqarishdan andisha qiladi ekan. Pokistondan o'zi va ayolning ismini oshkorlamaslik sharti bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan pokistonlik bir Uyg'ur ayoli Xitoy hukumati tarafidan 2017-yili lagerga qamalganligini, begunoh ayolning yaqinda qo'yib berilganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, ammo o'zining ya Sharq Turkistonga kirolmay, ya ayolning Pokistonga chiqolmay ayrilib turayotganligini aytdi. Pokistonlik bir bilan to'y qilgan. Yaqinda Pokistondan Turkiyaga kelgan yana bir Uyg'ur ayolning bildirishicha, u 2016-yilning oxiri Xitoyning vatandagi urug' tuqqanlari orqali o'ziga besim qilib, qaytib kelishini talab qilganligi. Natijada Pokistondan yurtiga qaytib borganda tutqun qilinib lagerga qamalganligini bayon qildi. U Pokistonlik erining yo'l menishi bilan qisqa muddatdan keyin lagerdan qo'yib berilib, oilasida 2 yil nazarbatda turgan ekan. U 2019-yili oilasidagilarning hammasi ko'raga elinish sharti bilan Pokistonga qaytib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy davlat xavfsizlik xodimlarining biz uchun xizmat qilasan yoki Pokistonga qaytarilib ketasan degandek tahdidlardan qutulolmagan. U oxiri Pokistondan Turkiyaga qochib ketishga majbur bo'lgan ekan. 1 yil ilgari Apollo, Vice qatorli xabar agentliklarining Pokistondagi Uyg'urlarning vaziyati haqida ishlagan xabarlarda Pokiston ko'chmanlar ishlari amaldorining hukumat taraf Pokistonda yashaydigan barliq Uyg'urlarning biologiyalik sonliq ma'lumotlarini yig'ishga boshladi. Ularning maqsadi qanchalik Uyg'urning Xitoydan ko'chib kelganligini aniqlash degan so'zlarni naql ilib, diniy e'tiqodi, oila tarixi qatorli savollarning mazkur jadvaldan o'rin olganligini xabar qilgan edi. CNN agentligining 26-yanvardagi xabarida aytilishicha, Tojikiston virusining Omikron varianti Beijing shahrida yamrayotgan bo'lg'achqa, elchixona xodimlari Xitoy hukumatining qamal qilish tadbirlarini qo'llanishi, buning bilan bir qism bolalarning qamal bekor bo'lg'icha ota-onalardan juda bo'lish ehtimoli borligidan andisha qilgan. Gerçi Xitoy hukumati Xitoy tavasidagi Amerika diplomatiya xodimlarini karantin mezgilida bolalar bilan birga turishga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining har qachon bu belgilamani bekor qilish ehtimoli bo'lg'achqa, bir qism ota-onalar yuqorqi talabni o'ttirg'a qo'ygan ekan. Elchixona xodimlaridan biri bu vaqtda so'z qilib, biz og'rib qolishdan qo'rqayotganimiz yo'q. Kishilarning andisha qilayotgani Omikron variantining bek tez yuqadiganligi hamda buningga qarshi bekmo qattiq bo'lgan tadbirlarning elinish ehtimoli ekan. Xabarda aytilishicha, navbatda Beijing, Shanxay qatorliq 10 cho'ng shahrida Omikron varianti bayqalgan. Amerika hukumatining Xitoyda turishliq yangi bosh elchisi Nicholas Burnis apandimi vabo yuqumi tufaylidan Beijing safarini kechiktirmoqda ekan. Xitoy hukumati Amerika elchixonasining bu vaqtdagi iltimosidan xabardor bo'lgandan keyin buningga norozilik bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bu vaqtda so'z qilib, davlatimizning vaboni kontrol qilish va oldini olish tadbirlari ilmiy asoslarga tayinadi. Biz chet elliklarni nihoyatda yaxshi qo'g'day olamiz degan. Ammo Xitoydagi vabo yuqumi mezgilida mislsiz qattiq tadbirlarning ilinganligi hamda bu tufaylidan ko'plagan salbiy oqibatlarning kelib chiqqanligi to'g'risida ko'plagan uchurlar ma'lum bo'lganlikdan, kishilar Xitoy hukumatining bu qadimgi vabo yuqumini qanday bartaraf qilishi, shuningdek olimpik musobaqasini qanday o'tkazishi to'g'risida izchil g'ulg'ula qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.